o'rgada sizlar cho'g'ri joyiga o'tir. Hozir xabarlar tekshiraman. Yaxshi, bo'ldi. Oyog'ini tushirib o'tir. Nimaga kimsan sen qo'ylarga amal qilmaydi? Oyog'ini tushirib. Ha, xalat qilyapti. Oyog'ini tushirdi. Tushmaydi. Kimsan o'zi sepetdi? Kimsan o'zi sepetdi? Menga bilasanmi? Menga qizig'i yo'q. Oyog'ini tushirib o'tir. Qizig'i bo'lsin-da. Bo'pti, ustoz hurmat qiladi. Keyingi safar vazifani ham qiling. Qilmayman. Hammada vazifa bor, senda yo'q. Okay guys, bugungi mavzuimiz future plan. Bugun biz shu haqida gaplashamiz. Saroz sen kelmoqchisiz? Men kelajakda jurnalist bo'lmoqchiman. Yaxshi, nima? Men kelajakda harbiy bo'lmoqchiman. Yaxshi. Yaxshi. Hammani o'zini zavlari bor. Bunday kelmoqchisiz? Odina? Hammaning o'z planlari bor. Men kelajakda stüdyotda bo'lmoqchiman. Kelajakda chet elga borib biznes qilmoqchiman. Bu O'zbekiston boygachi bo'ladi. Sen jimoda. Albatta, yo'qman. Abloq sen ko'rmoqchisan. Adam bo'lgur, mashinalar. Men o'zim Davlatga yetadi. o'z maqsadlarimni ko'rish kerak. Maqsading bo'lsa, Qancha sen ko'rmoqchisan? men kelajakda harbiy bo'lmoqchiman. Hammani o'z planlari bor. Abloq Instagram o'ziga yaxshi plan topgan. Bo'lmasa kelajakda ancha qiynalasan. Bunga kelajak. Lekin ular so'zlaydi. Shohrux, imtihon qanday bo'ldi? Emotsiyalar qanday? Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Ayni sakkiz kutyapman. Speaking qachon? Ertaga bo'ladi. Speakingda asosan grammatika va funksiyaga e'tibor bering. Agar grammatika xatolaring bo'ladigan bo'lsa, senga 8 berishadi. Juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgin. Aleyküm selam. Gelin. Gelin. Oturun. Nima bezovta qilyapti? Shu boshim og'riydi, uyqum qochgan. Bolalar Nurvaliya pastda yurishganimda. Hop, qon bosimingiz qanaqa? 80-120. Davlinam o'ynayapti. O'zi asosan 120 ga 80 yuraman, lekin kechqurunlari 90 ga 130, ba'zida 140 ga 100 bo'lib ketgan hollari ham bor. Davlinam bo'lsa ham o'ynaydi, boshim ham og'riydi. Aha, shularni kelinning sonboshida bir qarang. Bormi? Bu tomonlaringizda-chi? Boshingiz orqasida og'rib qolmayaptimi? Siz bir tomografiyaga ko'rinasiz, keyin qon topshirasiz. Keyin analizlaringizga javobini men ko'raman. Analiz topshirasiz. Keyin meni qabulimga soat 9 ga yozib kelsangiz, ertaga borasiz. Ertaga kelganingizda men o'sha analizlaringizga qarab javobini aytaman. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Rahmat doktor, men sizni rosa maqtashaman. Ko'p joylarga bo'ldim, effektiv. Hamma bemorlarimiz qatori sizni Assalomu alaykum azizlar. Hozir biz shahrimizda donib ketgan malakali shifokorimiz Taxmina Zikirovaning yoniga kelganmiz. Biz hozir u kishidan shu yergacha bosib o'tgan yo'llari va mashaqqatlari haqida ajoyib intervyu olamiz. Assalomu alaykum doktor, kirsanmi? keling, marhamat. Va alaykum assalom. Rahmat. Yurtdoshlarimiz aytishi bo'yicha ko'pdan ko'p insonlarni dardiga davo topayotgan ekansiz. Shu natijaga erishishingizda va shu yerga yetib kelishingizda qanday mashaqqatlarni yengib o'tgansiz, nimalarni yo'qotgansiz, nimalarni topgansiz, shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p.
bu kunga yetib kelgunimcha men doktor bo'lish juda ham qiyin kasb ekan. Men o'zim bu narsaga amin bo'lganman. Men yoshligimda doktorlik kasbiga juda ham qiziqardim, chin ko'ngildan. Va shu natijalarga erishishimga o'zim ham ishonardim. Keyin men juda ham o'qigan paytimda juda ham qiziqib o'qirdim va o'qituvchilarimni maslahatlari bilan shu darajaga yetib keldim deb o'ylayman. Boshida meni oila a'zolarim qarshilik bo'lgan bu kasbga. Sen o'qimaysan, sen bu kasbni egallamaysan. Plus har tarafdan ko'p gap so'zlar bo'lgan. Keyin men juda ham kayfiyatim tushgan va o'zimga bo'lgan ishonchimni o'sha paytlarda yo'qotganman. Juda ham yig'laganman. Nima uchun meni o'qishim uchun qarshilik qilishardi deganman. Keyin o'qituvchilarim menga aytadi, sen birovlarning fikriga emas, birovlarning gapiga emas, o'zingni fikringga qaratib o'zing harakat qil dedi. Va o'sha o'qituvchilarimni bilimini olib, o'qituvchilarimni yo'lida, o'qituvchilarimni yordami bilan shu natijalarga erishdim deb o'ylayman. Men o'sha keyin sekin-sekin o'qishni davom ettirganimdan keyin oila a'zolarim ham o'sha menga ishonishni boshlashgan. Keyin men o'qituvchilarimga juda ham xursand bo'lib aytganman. Ustoz, siz juda ham to'g'ri maslahat bergan ekansiz deganman. Maylimi, sizga yana bir savol bilan yuzlansam? Yurtimizda shifokor bo'lish orzusidagi o'g'il-qizlarimizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Xo'p, men ularga shunday maslahat bergan bo'lardimki, avvalo o'sha o'zim ustozim aytmoqchi, birovlarning gap so'ziga emas, inson avvalo o'zini fikrini, o'zini rivojlantirib, o'zini ustida ko'proq ishlab yurish kerak deb o'ylayman. Va o'ziga ishonchini hech qachon yo'qotmaslik kerak. O'ziga shu bitta kasbni tanladimi, doktorlik kasbini tanladimi, bo'ldi. Boshqa narsani unutish kerak. Faqat o'shani yo'ldan ketish kerak. Rahmat sizga. O'ylaymanki, bugungi intervyumizdan keyin shu shifokor bo'lish orzusidagi o'g'il-qizlarimiz ham sizdan ancha katta motivatsiya va o'rnak olishdi degan umiddaman. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat sizga, doktor. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Oddiy maktabda o'qib turib, ulkan natijalarga erishgan, turli xil bizneslarga yo'l qo'ygan insonimiz bilan hozir intervyu olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Siz bunday natijalarga erishishingizda qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirgansiz? Shu haqida bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Men yoshligimda oddiy qishloq va oddiy oilada tug'ilganman. Va bo'sh vaqtlarimda oilamga yordam berish uchun mo'ykaga ishga borardim. Va darslarni o'z vaqtida bajardim. Ingliz tilini o'qidim va grant asosida chet elga o'qishga yubordim. Bu yerda malaka oshirdim. Va O'zbekistonga kelib o'sha ishlarimni davom ettiryapman. Mana shu tugagan maktabimizni ham hozir buzib boshqatdan qurishga harakat qilyapmiz. Va menda bu O'zbekistonda ko'plab qariya fondlarim bor va yoshlarimizni o'qishi uchun ko'plab harakatlar qilmoqdaman. Hozirgi kunda o'qish istagida bo'lgan yoshlarimizga qanday maslahat berasiz? Hozirgi yoshlarimiz o'qishsin, harakatdan to'xtashmasin. Eng asosiysi o'zlariga bo'lgan ishonchni o'zlarida saqlashsin. Dadam bunlardan ish bermadi. O'shandan nimaga ustozim gap aytmadim, ha?
Bu bog'cha ochilishiga sababchi bo'lgan Durdona Zulfiqoradan intervyu olamiz. Assalomu alaykum Durdona. Bu bog'chani ochishingizda sizga nima kerak bo'lgan? Mahallamizda bog'cha yo'q, shuning uchun ochdim. Bolalarning ishini ko'rish uchun. Sizni bog'changizga tanishtirib olasizmi? Ha, albatta. Marhamat. Bu yerda bolalar. Yo'lda ham bolalarimiz o'qiyapti. Bularda nima bor? O'yingoh. Bog'chamizni ko'rdingiz, ham ishlaydigan, charchalardan ham o'rnida. Sharoitni tarbiyalashda charchamayman, rahmat sizga.